Bitta xo'roz $150 bir oyda pitaniya yeydi ekan. Bittasi bilan tortishib qoldim. Shu qanchalar to'g'riligi sizlarga ham qiziqmi? Videoni davomida ko'ring. Har bitta ko'rib turgan ma'lumotingiz xo'roz boqish bo'yicha sizga kerakli ma'lumot bo'lishi mumkin. Bir kunda necha kilogramm, necha pulli don yeydi? Buni hisob-kitob qilamiz. Bir oy davomida qancha pul ketar ekan bitta xo'rozga? Qani bosdik. 4 kilo 470 gramm pitaniyani yeb bo'lgandan keyin yana taroziga qo'yamiz. Necha gramm ovqat yeydi ekan? Buni sizlar bilan kuzatib boramiz. Aka-ukalar, bu videomizdagi har bitta ma'lumot xo'roz boqish uchun sizga kerakli, foydali ma'lumot bo'ladi. Bu pitaniyamiz xo'rozlarning topdagi pitaniyasi bo'ladi. Bu videoni ko'rganingizda xo'rozlarning ishtahasi bilan yeyishini ko'rib turib, otangga rahmat, xo'roz boqqanga rahmat deb yuborishingiz mumkin. Nimaga? Chunki buni pita xo'rozlarga berish pitaniyasini ketma-ketligi, roligi bor. Sizlarga xuddi o'shanday qilib ko'rsataman. Men o'zim qanday 10 yildan beri xo'roz boqib kelib turgan bo'lsam, shu darajaga yetdimmi? Sizlar ham shu videoni ko'rib, xuddi shunaqa boqib, mendagi darajaga yetasizlar inshaalloh. Videoni oxirigacha kuzating. Ketdi. Birinchisi o'zbek makkamiz. Quruq, toza, eski makkadan, o'zbek makkadan. Xo'p, yarim kilo bu makkamiz bo'lyapti. Men aka-ukalar muloni chiqarib o'rganman. 100 gramm chiqib ketgan. Yarim kilo makkan o'zi toza. Aralashma donimiz yarim kilo aralashma don bo'lyapti. Bunisi ham yarim kilo. Yarim kilo, 1 kilo donimiz. Hozir biz 5 ta xo'rozda sizlarga ko'rsataman. 5 ta xo'rozga bir kunda, bir mahaliga qancha narsa ketadi, shu videoni ko'ramiz. Buni endi bo'lib olamiz. Mana aka-ukalar 200 grammdan bo'lib olinyapti. Uchinchi oshiq ekan. Bu ham oshiq ekan. Mana. Bo'ldi. Aka-ukalar mana 5 ta idishimiz 200 grammdan aralashmamiz bo'lib oldik birinchi o'rinda. Endi ikkinchi o'rinda. Xo'p. Yarim kilo makkamiz bo'lsa, xo'p. Aka-ukalar, birinchi o'rinda aralashmaga qo'shmasdan turib, xo'rozlarga nimaga makkani o'zini beryapsiz deganlarga ko'p savol to'g'ri kelishi mumkin. Shuni tushuntirib o'tdik deb. Birinchi o'rinda quruq makkani o'zini beramiz. Buni sababi nimaga? Quruq makkani o'zini yegani ichini o'tkazdirmaydi, yegan doniga o'ziga yuqadi. Quruq makkani o'zini birinchi 2 minut, 3 minut tursin, olib qo'yamiz ana. Aka-ukalar, birinchi quruq makkani o'zini beramiz. Birinchi berishimiz. Quruq makkasini o'zini berdik. Jinda yeydi. Yegandan keyin hozir idishlarni bo'lib qo'ygan hisobiga hammasiga idish qo'ya olmadim. Makkani yeyapti. Makkamizni tortib olganmiz, bilamiz. Yarim kilo makka qo'yilgan. Hozir yeb olaversin. Hech kiram makka. Endi oxirgacha yedirsangiz bo'laveradi. Aralashma ham kerak. Makkani o'zini qilsangiz jig'dorni yeb ishirib oladi. Hammasini yedirmaysiz. Buni olamiz, buni ustiga qo'yamiz. Buni makka yegani yetadi. Buni ham makka yegani yetadi. Hozir qo'yib bersak, hammasini yeb tashlaydi. Bunga qo'yamiz. Mana ko'ryapsizlar, ishtaha bilan yeyapti. Agar qo'yib bersangiz, hozir idishni shunday tugatib qo'ya qoladi, yeb qo'ya qoladi. Quruq makkani o'zi bilan boqsak bo'ladi. Men sizlarga xo'rozlarni topdagi pitaniyasini ham tushuntiryapman. Top paytda necha pul rasxod ketadi xo'rozlarga? 1 oy davomida. Bir kunni hisoblab aniqlab olsak, 1 oy 30 kunga ko'paytirsak, 1 oyda summasi chiqadi. Shuni sizlar bilan hisob-kitob qilib boramiz. Mana ko'rdilaring, 3 minut turdi. 3 minutdan keyin aralashma donimizni qo'yishni boshlaymiz. Aralashma donimizni qo'yishni boshlaymiz. Makkani olib qo'yamiz. Mana aralashma donimiz turadi, yarim soat yeydi. Yarim soat yeguncha biz nima qilamiz aka-ukalar? Baqo'y. Biz tuxumini archiymiz. Anorini to'lg'aymiz, olmasini to'lg'aymiz, go'shtimiz to'lg'algan, mayiz, bodom, pista. Bularni ham shu yarim soat ichida ketma-ketlikda berib boramiz. Aka-ukalar, ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin. Anorni xo'rozlarga nimaga beramiz deyishlari mumkin. Anorni berishimiz sababi anor xo'rozlarni qonini oritmasdan, ichini o'tkazdirmasdan turadi. Shuning hisobiga anor beramiz. Anorda ham ko'p bas, hozir qanchalik berishni aytib o'taman. Mana shunaqa donasidan 20 ta, 25 ta anor berib qo'yamiz aka-ukalar. Hozir mana shu bitta anor, xo'p, 8000 so'm bo'ldi bitta anorimiz. Mana shu bitta anorimiz 5 ta xo'rozga 3 kunga yetadi. 3 kunga yetadi 5 ta xo'rozga. Bu degani 2000 so'm, hop, 2500 so'mdan tushar ekan. Bir kunlikka anor yegan 2500 so'm bo'lar ekan. Aka-ukalar 5 ta xo'rozga mana shuncha anorimiz yetadi. Hozir buni beramiz endi. Beradigan payt keldi.
Aka-ukalar, bitta qo'limda 7 dona pista, bitta qo'limda 7 dona bodom. Buni topdagi xo'rozlarga bersalaring, badanini qotaradi, tortadi ham juda uchirib oladigan qilib testosteronini oshirib oladi. Aka-ukalar, mana beryapmiz topdagi xo'rozga. Agar xohlasangiz, dona-dona qilib bermoqchi bo'lmasangiz, bu narsani yana bitta yo'li bor. Bomba tayyorlab olish olmasiga to'g'ri keladi. 5 ta xo'rozga mana shu olmani ko'rdilaring, yarim ta olma yetadi bir kuniga. Bu olmani nimaga beramiz? Olma hazm qilishda yaxshilaydi, plus ishtahasini ochadi xo'rozlarda. Shu hisobiga olma beramiz. Endi hozir bu bitta olmamizni pulga hisoblaydigan bo'lsak, 500 so'mga to'g'ri keladi. 2 kunga yetar ekan. Ya'ni 1000 so'm deng, 1000 so'mga bitta olma 2 kunga yetadi. Aka-ukalar, endi navbat olmasiga yarimta olmani to'g'rilab oldik, 5 ta xo'rozga berib chiqamiz. Buni o'zingiz bo'lib rasamat qilib beraverasiz. Endi buni gramlamadim. O'zingiz rasamat qilib, xo'rozlarning ishtahasiga qarab buni beraverasiz. Mana yarimta olmani 5 ala xo'rozga bo'lib berdim. Hammasi ishtaha bilan yeyapti. Aka-ukalar, endi tuxumini beramiz olmadan keyin. Xo'p, buni sarig'ini topdagi xo'rozlarga bermaymiz. Buni yosh jo'jalarga, 5 oylik 6 oylik jo'jalarga bersang bo'laveradi. Topdagi boquvdagilarga sarig'ini bermaymiz. Oqini beramiz. Yarimtadan oqi bo'ladi, mana yarimtadan oqini beramiz. Endi bu degani hozir bitta tuxumimiz 1,5 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, xo'p, bitta tuxum yarimta oqini beradigan bo'lsak, demak 750 so'm bir kuniga ketar ekan. Tuxumga rasxotimiz 750 so'm pul ketar ekan. Hozir men 5 ta xo'rozga berib turganim uchun 5 ta bo'lakka bo'laman. Aka-ukalar, tuxum berish jarayoni boshlandi. Xo'rozlarga oqini o'zi, mana sarig'i emas, oqini o'zini beramiz. Yarimta xolos. Kimlardir 2 mahal beradi. Men faqat kechqurunda beraman. Tuxum go'shtini faqat kechqurunda beraman. Ko'pchilik kimlardir 2 mahal beradi, men 1 mahal beraman. Aka-ukalar, endi oxirgi navbat go'shtiga navbat keldi. Ko'ryapsizlar, 200 gram. 5 ta xolosga 200 gram, 40 gramdan to'g'ri keladi. Go'shtni ko'p berib bo'lmaydi aka-ukalar. Buni hozir meniki go'shtim, suvga qaynatgan laqim go'sht, toptagiga iloji boricha qovib qilib bersangiz, buni laqim mushakdan olsangiz, topga zo'r bo'ladi. Aka-ukalar, go'shtni berishni boshladik. 40 gramdan go'sht beramiz. Mana pishgan holatiga 40 gramdan. Chunki niyatimizda 200 gram go'sht bo'lgan bo'lsa, 40 gramdan go'sht beramiz. Mana shu 200 gramni 5 ta xo'rozga bo'lib beramiz. Bu degani, aka-ukalar, hozir bitta xo'rozimizga rasxoti go'shti 8 ming so'm to'g'ri kelyapti. Hozir 100 gramimiz 116 ming bo'lsa go'shtimiz. Uni 50 gramini bir kunga 50 gram beradigan bo'lsak, endi pishgan xom holatida 50 gramda, pishgan holatida 40 gram bo'ladi. 8 ming so'm bitta xo'rozni bir kuniga yeydigan go'shtiga 8 ming so'm rasxot ketyapti aka-ukalar. Aka-ukalar, nonni nimaga beramiz dedik? Nonni berishimiz sababi, buni 3ta bo'lakcha berib qo'yamiz. Bu buni tomoqdagi oshqozondagi shilliqlarni terib, qonni ham oritmay turadi. Mana shu nonni ham foydasi katta. Buni endi har kuni emas. Buni 2 kunda 3 kunda bir berib tursangiz bo'laveradi. Xo'p, aka-ukalar, hammasi yeb bo'ldi. Endi navbat suvga berishga navbat keldi. Suvdan berishdan oldin biz nima qilamiz? Biz kunligini hisob-kitob qilyapmiz-ku. Mana makkamiz yarim kilo makka edi. Makkani qolganini o'sha yeyilgandan qolganini buni taroziga qo'yamiz. Chunki mana 110 turibdi aka-ukalar. Buni 110 grammda idishi. Shu idishni chiqarib olganman. Mana bunday qilib bo'ladi. Mana shu idishni chiqarib olgan hisobda yarim kilo makka bor edi. Hozir mana qo'yamiz. Necha gram makka qolgan ekan? 250 gram makka qolibdi. 250 grami yeyilibdi. Makkani 250 grami yeyilibdi. 5 ta xolosdan 250 gram yeyilgan. Makkamizni narxini bilamiz aka-ukalar. Hozir mana shu o'zbek makkamiz toza makka 8 ming sotilyapti. Endi kiloga 1 kiloga 8 ming. 8 ming deng. Xo'p, 2 ming so'mlik makka yeyapti. Bu degani 5 ta xo'roz 2 ming so'mlik makka yeyapti. Bitta xo'rozimiz, xo'p, 400 so'mlik makka yeyapti. Bitta xo'roz 400 so'm. Bir kunlikka bitta xo'rozga 400 so'm. Endi buni ertalabkisi ham bor-ku, ertalabki rasxotini hisoblaymiz-ku. Buni ertalab ham beramiz. Ertalab faqat nima beramiz? Makkani o'zini beramiz. Aralashma beramiz. Go'sht, tuxum, u narsa uni mayda-chuyda anor-panor berilmaydi. Men ertalab bermayman. Faqat makkadan qo'yaman-da 5 minut. Keyin aralashmani qo'yib qo'yaman. Aralashmamiz donimiz ortib qoldi. 250 gram makkamiz ortib qoldi. Buni ertalabga beramiz. Bu degani endi ertalabki pitaniyasini bir kunda qo'shamiz-ku. Xo'p. Aka-ukalar, hozir mana ko'rdilaring, kipitok suv quydim, daq suv. Buni sovutib turib, xoloslarga suv davomida suvni beramiz. Buni ichiga qo'shiladigan vitaminlari ham bor. Keyingi videomizni kuzatib borsalaring, agar ko'proq kommentariyasiga vitamin haqida video chiqaring deb yozib qoldirsalaring, keyingi videomizda mana suvga qo'shiladigan vitaminlarimizni qanaqa qo'shiladi, qaysinisi nimaga qo'shiladi, hammasini xuddi mana shunaqa qilib video ishlab chiqarib beraman. Sizlarni paddeshkalaring uchun. Sovigan suv, suvini ichadi. Hozir suvini ichib bo'lgandan keyin xo'rozni taroziga qo'yamiz. Qani bir mahalda necha gram don suv yeyapti xo'rozimiz? Buni siz bilan kuzatib olamiz. Xo'rozimiz 4 kilo 600 chiqyapti. 4 kilo 600 bo'ladigan bo'lsa, 4 kilo 470 gram edi och qoringa. Bu degani 130 gram ovqat yebdi degani.
bir mahaliga. Aka-ukalar, biz endi sizlar bilan aniqlashtirmoqchi edik. Xo'rozni pitaniyasiga bir oy davomida necha pul ketadi dedik. Finishga ham yetib keldik. Hisob-kitob payti keldi do'stlar. Bitta xo'rozimiz qani bir kunda necha pullik don yeydi ekan. Buni sizlar bilan hisoblab chiqamiz. Aralashma donimiz makkamiz ertalab ham yedi-ku, shuni hisobiga olib turib 1,5 ming so'm bir kuniga mana shu aralashma don, makka bilan aralashma donga 1,5 ming so'm yozamiz. Tuxumimiz 800 so'm yozamiz bir kunga. Anorimizni 5 ta xo'rozga 2,5 ming bo'ladigan bo'lsa, bitta xo'rozga 500 so'm yozamiz. 500 so'm. Olmamiz 5 ta xo'rozga 500 so'm bo'ladigan bo'lsa, bitta xo'rozga 100 so'm yozamiz. Go'shtimizni 8 ming so'm yozamiz. Bodomni bilan pistani, mayizni 1000 so'm yozamiz. Ana endi hisob-kitob qilib turib, shuni qo'shamiz. Bir kunligini aniq qilib oldik xo'rozni. Bir kuniga 11900 so'm ketyapti, mana ko'ryapsiz ekranda. Endi shuni 30 kunga ko'paytiramiz. Bir oyda bitta xo'rozimiz necha pullik don yeyapti ekan. Buni kommentariyaga yozib qoldiring. Video yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni ham esdan chiqarmang. Keyingi videoda nima haqida mavzuda olib chiqishimizni buni ham kommentariyaga yozib qoldiring. Sizlar uchun birgalikda xo'roz boqishni birgalikda o'rganamiz. Keyin bir oy davomiga hisoblasak, necha pul bo'lyapti? Buni ham kommentariyaga yozib qoldiring. Keyingi videoda suvga qo'shiladigan, istiriladigan vitaminlar haqida video chiqarishimni xohlasangiz, buni ham kommentariyaga yozib qoldiring. Bitta like bosib, bizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang.